faqat nos chekkanda og'riq kuzatilyapti. Yaqinda Direct'dan bitta savol bo'ldi. Onlayn konsultatsiya qilasizmi? Bemorni o'zi uzoqdan ekan va savol shunday: meni nos chekkan paytimda yurak sohamda og'riq bezovta qilyapti. Menga yordam bering, men nima qilishim kerak? Avvalambor, bevosita zararli odat bu nos. Ya'ni nos yurakka qanday ta'sir qiladi va nima uchun boshida hech narsa sezilmaydi va yoshi o'tgandan keyin yoki o'rta yoshlarda yoki o'z-o'zidan yurakda og'riq paydo bo'ladi. Nos til ostidan bevosita so'rilganligi uchun bevosita tez ta'sir qilishni boshlaydi. U qonda kirgandan keyin simpatik nerv tizimimizni qo'zg'atadi va adrenalin ajralishini kuchaytirib beradi. Bu bevosita tomirlarni siqilishiga va spazmiga olib kelgandan keyin bu holatlarda yurakdagi og'riq, yurakni tez urib ketishi, shu kabi holatlar kuzatiladi. Bu bemorning aytishi bo'yicha faqat nos chekkanda og'riq kuzatiladi va albatta nosni tashlash birinchi o'rinda turishini aytdi.